Assalomu alaykum o'zbek futbolining ixlosmandlari, Milliy bom kanaliga xush kelibsiz. Ayni damda like-larini bosayotgan obunachilarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Eng so'nggi futbol yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun pastdagi obuna bo'lish yoki podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zolaridan hisoblangan mashhur hujumchi Bobur Abduxoliqov faoliyatini yana o'zgartirmoqda. 28 yoshli qashqadaryolik forvard mavsumni Ozarbayjon chempionati vakili Samgaiti jamoasida yakunladi. Bu klub 2 nafar o'zbekistonlik legioner Bobur Abduxoliqov va Jasur Jaloliddinovning jamoani tark etganini rasman e'lon qildi. Rossiyalik jurnalist Aleksandr Troitsskiy o'zbek futbolchilarining Ozarbayjon chempionatini tark etganiga munosabat bildirdi. Samgaiti Jasur Jaloliddinov hamda Bobur Abduxoliqov bilan xayrlashdi. Har ikki futbolchining klub bilan shartnomasi yakunlandi. Jasurning masalasi borasida hammasi tushunarli edi. Bu jamoada uning o'yini qovushmadi va u Saudiya mashg'ulotlarida ko'rinish bergan edi. Biroq Bobur Abduxoliqovga klub yangi bitim taklif qilishi kutilgandi. O'zbekistonlik forvard har holda 13 ta uchrashuvda 4 ta gol va 3 ta assist qayd etgan edi. Abduxoliqov Qozog'iston chempionatida paydo bo'lib qolsa, umuman hayron bo'lmayman. Yevrokuboklar oldidan Ordabasiga qaytishi mumkin, deydi rossiyalik jurnalist. O'zbekiston terma jamoasi vakillari akademiyalar mehmoni bo'lishdi. Milliy terma jamoasi futbolchilari o'zlari tug'ilib o'sgan hududlardagi futbol akademiyalariga tashrif buyurishdi. Mazkur tashrif doirasida ular yosh futbolchilar bilan uchrashishdi, ular bilan birgalikda mashg'ulot o'tkazishdi. Shuningdek, akademiyalarning infratuzilmalari bilan yaqindan tanishdi. Sizningcha bunday uchrashuvlarda yosh futbolchilar tajriba oladimi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Qarshining Nasaf klubi hujumchisi Ruben Xeybay yozda boshqa klubga o'tishga yaqin. Chempionat Aziya sayti ma'lumotiga ko'ra, albaniyalik futbolchi ikkinchi davrani Jizzaxning Sug'diyona klubida boshlashi kutilmoqda. Birinchi davrada Xeybay Nasaf safida 9 ta uchrashuvda maydonga tushgan va 2 ta gol urdi. Andijonda porlagan Xeybay nima sababdan Nasaf klubida o'ynay olmadi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Siz bilan Milliy bom kanali bo'ldi. Sog' va salomat bo'ling.